Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda gastrointestinal sistemani qon bilan ta'minlanishi haqida aytib o'tamiz. Videomizni boshlashimizdan oldin bitta narsani aytib qo'yishim kerak. Ushbu prezentatsiya BNB prezentatsiyalariga asoslangan holatda tarjima qilingan. Xo'p, undan tashqari qon bilan ta'minlanishda bu prezentatsiyadan tashqari PDFimiz orqali ham o'qishingiz mumkin. Bu yerda shularni hammasi ma'lumotlar keltirib o'tilgan. Qani bo'lmasam prezentatsiyamizni boshladik. Xo'p, birinchi o'rinda gastrointestinal sistemani bunga keladigan qon tomirlar haqida gaplashib o'tamiz. Birinchi o'rinda bu abdominal aortadan ko'plab boshqa arteriyalar hosil bo'ladi. Bular bizni gastrointestinal sistemamizni asosan 3 ta katta arteriya qon bilan ta'minlaydi. Bular birinchisi SMA, superior mesenteric arteriya va celiac trunk, ya'ni bu celiac arteriyasi va inferior mesenteric arteriya. Shu asosan uchovi hazm sistemasini qon bilan ta'minlaydi. Undan tashqari bu yerda abdominal aortadan chiqadigan boshqa arteriyalarimiz ham bor. Xo'p, bular renalga ketadigan va jinsiy yo'llarga olib ketadigan qon tomirlar hisoblanadi. Undan tashqari eksternal iliak va internal iliak kabi tarmoqlari ham mavjud. Xo'p, endi birinchi o'rinda celiac trunk haqida gaplashib o'tadigan bo'lsak, bu bizga embriologiyadan ayonki foregut strukturasini qon bilan ta'minlaydi. Ya'ni bu embriologiyada hammamiz bilamizki, asosan 3 ta struktura bo'ladi: foregut, midgut, hindgut bo'ladi. Va foregutdan alohida boshqa strukturalar, hindgut va midgutdan boshqa strukturalar sekinlik bilan shakllanadi va natijada bu celiac trunk ham o'sha foregut strukturasini, qon ta'minotini qon bilan ta'minlaydi. Xo'p, birinchi o'rinda ezofagus, ya'ni qizil o'ngach, oshqozon, jigar, siydik pufagi, taloq, duodenumning bir qismi va pankreasni qon bilan ta'minlaydi. E'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa, duodenumni, ya'ni 12 barmoqli ichakni bir qismini celiac trunk qon bilan ta'minlaydi va boshqa qismini esa superior mesenteric arteriya va boshqa qon tomirlaridan qonlar keladi. Va endi buni asosiy shoxlari common hepatic arteriya, splenic va chap splenic gastric arteriyalariga bo'linib ketadi. Hozir endi bularni ko'rib o'tamiz. Mana birinchi o'rinda bu yerda celiac trunk mana bu yerdan hosil bo'lyapti va celiac trunk hosil bo'lib, bu yerda mana chap gastric arteriya, bu yerda mana common hepatic, ya'ni hepatic arteriya va splenic tarmoqlariga bo'linib ketyapti. Bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak. Common hepatic arteriya jigarda taxminan 25-30% qon bilan ta'minlab, lekin kislorodga boy qon bilan ta'minlaydi. Asosan jigarda parenximasini ta'minlaydi, lekin qolgan 70-75%ni jigar o'zini portal venadan o'zini qon bilan ta'minlaydi. Xo'p, mana endi bu yerda ko'rishimiz mumkin. Bu yerda yana ham kengroq holatda ko'rsatilgan. Bu yerda mana celiac trunk kelyapti. Bu yerdan mana proper hepatika yo'llariga, o'ng gastrikka va pastki qismlarda esa gastroduodenal sohalarga o'tib ketyapti. Bu yerda yana bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak. Ikki tomonlama qon bilan ta'minlanish sistemasi bor. Bularda collateral qon bilan ta'minlanish sistemasi deyiladi. Va e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa, bu yerda oshqozonni ikkita tarafi bor. Bu pastki qismini lesser curvature deydi. Bu tarafini esa greater curvature deydi. Ya'ni kichkina egrilik va katta egrilik. Kichkina egrilik ham ikkita qon tomir bilan qon bilan ta'minlanadi. Buni bittasi chap gastric arteriya bilan, pastki qismi bo'lsa bu yerdagi o'ng gastrik arteriyasi bilan qon bilan ta'minlanadi. Va endi mana bu short gastrik arteriyalar haqida gaplashadigan bo'lsak, bu yer faqatgina bitta short gastrikni o'zi bilan ta'minlanadi. Shuning uchun bu yerlar ishemiyaga moyil zona hisoblanadi qolgan zonalardan ko'ra. Chunki bu yerlar ikki tomonlama qon ta'minoti bilan ta'minlangani uchun unchalik ishemiyaga uchrash xavfi kam.
Endi buni klinik ahamiyati haqida gapiradigan bo'lsak, asosan perforatsiyalangan yaralarda, ya'ni yazvalarda ushbu qon tomirlarida yorilishini kuzatishimiz mumkin. Ya'ni, masalan, agar o'sha lesser curvature, ya'ni kichkina egrilikda perforatsiya bo'ladigan bo'lsa, o'sha yerdagi 4 ta qavat teshiladigan bo'lsa, left gastric arteriyadan qon ketishi yuzaga keladi mana. Left gastric arteria mana shu yerdan qon ketishi yuzaga keladi. Posterior duodenal yaralarda, ya'ni bu orqa tarafida, bu tarafda mana gastroduodenal arteriyadan qon ketishi mana bu, ya'ni bu qismidan qon ketishlari yuzaga keladi. Ya'ni bularni yorilish natijasida qon ketishlari yuzaga kelishi mumkin. Shu narsaga ham e'tibor beramiz. Endi short gastric arteriyalar haqida gaplashsak, bular asosan 5 ta 7 ta kichik qon tomirlardan iborat hisoblanadi. Bu mana splenik arteriyadan shoxidan chiqadi. Mana bu yerda ko'rib o'tishimiz mumkin. Bu yerda mana short gastric arteriyalar mana kichkina qismlarga bo'linib ketyapti va yana bitta narsa, ezofagusda qon bilan ta'minlanishi mana bu joydan ketadi. Ya'ni common hepatic arteriyani yuqorgi qismidan ezofagusga qon boradi. Xo'p, oshqozonni tubi va yuqori kardial qismlarini qon bilan ta'minlaydi. Oshqozon tubi va yuqori kardial qismini. Bu mana bu joy, mana oshqozon tubi mana bu joy, ya'ni fundus va kardial qismi. Bu qismlarini, ya'ni short gastric arteriyasi qon bilan ta'minlaydi. Xo'p, ishemiyaga juda sezgir, buni yuqorida aytib o'tdim, chunki bu bir tomonlama qon bilan ta'minlangan xolos. Agar bu yerda okkluziya yuzaga keladigan bo'lsa, ya'ni qon tomirini to'silib qoladigan bo'lsa, birpasda bu yerda ishemiya chaqirishi mumkin. Va shuning uchun ham bu kollateral qon ta'minoti bilan ta'minlanmagan. Va gastrik va gastroepiploik arteriyalardan farqli ravishda ular ikki manbadan qon bilan ta'minlanadi. Ya'ni bular gastroepiploik. Bu mana bu joy nazarda tutilyapti hozir. Bu yerda ishemiyaga uchrash xavfi juda kamroq, chunki bu ikkita qon tomir bilan ta'minlanadi. Xo'p, endi yana bitta muhim narsa, gepatoduodenal ligament haqida gaplashib o'tadigan bo'lsak, bular asosan 3 ta anaqani hosil bo'lishidan ligament hosil bo'lgan. Ya'ni bularga qaysilar kiradi? Bularga portal vena, proper hepatic arteriya va common bile duct, ya'ni umumiy o't yo'li uchalovi birlashib, hozir rasmi borda, mana birlashib shu yerda mana gepatoduodenal ligamentni hosil qiladi. Xo'p, keyin bu yerda bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak. Agar jigardan qon ketishlarda shu yerdagi gepatoduodenal ligamentni qisish orqali qonni ma'lum bir vaqtga to'xtatib turishimiz mumkin. Bu klinikada ahamiyatli hisoblanadi va buni Pringles manyovri deb atashadi. Va shu mana clampsing, ya'ni o'sha ligamentni qisish orqali qon ketishini ma'lum bir miqdorda pasaytirish mumkin. Xo'p, agar bu yerda qisganimizda ham qon to'xtamasa, demak boshqa yerlardan qon ketayotgan bo'lishi mumkin. Bu inferior vena cavadan yoki gepatik venalardan bo'lishi mumkin. Xo'p, endi celiac trunkda katta shoxlari haqida gaplashadigan bo'lsak, bular o'sha left gepatic, right gepatic va cystic shoxlariga bo'linadi va bular o'sha jigarni ma'lum bir qismlarini qon bilan ta'minlaydi. Xo'p, buni gaplashib o'tdik. Xo'p, keyingi biz asosiy tarmoqlarimizdan biri superior mesenterik arteriya. Bu asosan o'sha embriologik rivojlanishdagi midgut strukturasidan hosil bo'lgan organlarni qon bilan ta'minlaydi. Bular distal duodenum, ya'ni 12 barmoqli ichakni distal qismi. Xo'p, keyin esa jejunum va ileum, ya'ni o'sha ingichka ichakni keyingi qismlari va cecum va appendixni qon bilan ta'minlaydi. Xo'p, keyin esa va ascending kolonni va ya'ni ko'tariluvchi yo'g'on ichak va transversus kolonni oldingi 2 dan 3 qismini qon bilan ta'minlaydi. Va oshqozon osti bezini bosh qismi va duodenumni oldindan pastga qarab o'tadi. Ya'ni bu oshqozon osti bezini bosh qismi, ya'ni 3 ta qismdan iborat bo'lsa, o'sha bosh qismini qon bilan ta'minlaydi. Xo'p. Mana endi bu yerda rasmda ko'rishingiz mumkin.
bu yerda mana superior mesenteric arteriya va bu yerda buni yana qolgan kichkina shoxlari, ya'ni middle colic, right colic, ya'ni o'ng kolika va iliac colic va ilial va jejunal arteriyalarga bo'linib ketyapti mana bu joydan. Va bular har bittasi o'sha kerakli joyda borib qon bilan ta'minlaydi. Asosiy shoxlari shular. Endi yana bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak. Ayniqsa bu jejunum va ileumda qon bilan ta'minlanishda arkadalar va vaza rektalar mavjud. Bular mana birinchi o'rinda mana ikkita qon tomirida anastomoz hosil bo'lishidan hosil bo'ladi. Ya'ni bu yerda arteriyalar birlashib turib, mana bu arkadalarni hosil qilyapti. Mana kichkina mashlar arkadalar deb ataladi va arkadalardan keyin esa shu vaza rektalar hosil bo'ladi. Mana ko'rib o'tishingiz mumkin. Bular vaza rektalar ichakni shilliq qavatlariga u yerda o'sha qon bilan ta'minlab shunaqa vazifani bajaradi. Endi SMA sindromi haqida gaplashib o'tadigan bo'lsak, bu superior mesenteric arteriya sindromi o'zbekchasiga. Xo'p, asosan bu kam holatlarda bo'lsa ham ichak tutilishiga sabablardan biri bo'ladi. Bu asosan duodenumda 1/3 qismi, ya'ni 1/3, ya'ni 3/1 qismini ustidan o'tadi. Bu asosan distal duodenum aorta va SMA orasida joylashadi. Mesenterik yog' qavati odatda SMA duodenumdan uzoqda ushlab turadi. Agar masalan ma'lum bir sabablarga ko'ra, ya'ni superior mesenterik arteriya bosilib qoladigan bo'lsa, birpasda bemorda obstruksiya yuzaga keladi va obstruksiya natijasida bemorda qisqa vaqt ichida massiv tana yo'qotishi yuzaga keladi. Bu nima hisobiga? Bu yerda yog' qavatlari kamayib ketadi va shuning uchun bu SMA bosilgan bemorlarda qisqa vaqt ichida katta miqdorda tana vazni kamayishi ham yuzaga keladi. Xo'p, inferior mesenteric arteriya bu boya birinchida aytib o'tganimizdek hindguide strukturani qon bilan ta'minlaydi. Bularga o'sha transvers yo'g'on ichakni oxirgi 3/1 qismini va descending kolonni, ya'ni pastga tushuvchi kolonni va sigmoid kolonni qon bilan ta'minlaydi. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Endi bu ham buni qismlari left colic, sigmoid arteriyalar shularni qon bilan ta'minlayapti. Inferior mesenteric arteriya. Xo'p, endi bitta narsani yana aytib o'tishimiz kerak. Dual blood supply areas, ya'ni ikki tomonlama qon bilan ta'minlangan zonalar. Bular o'sha abdominal collaterallar deb ataladi. Bulardan asosan 3 tasini hozir ko'rib chiqamiz. Birinchisi celiac trunk. Xo'p, celiac trunkda bu yerda superior va inferior pancreaticoduodenal arteriyalarda birdaniga qon bilan ta'minlanadi. Ya'ni bu yerda mana ko'rishingiz mumkin. Superior pancreaticoduodenal arteriya bilan qon bilan ta'minlanyapti. Ya'ni bu o'sha oshqozon osti bezi va ya'ni 12 barmoqli ichak. Va undan tashqari bu inferior mesenteric arteriyani superior mesenteric arteriyani inferior pancreaticoduodenal qismidan ham qon bilan ta'minlanyapti. Shuni hisobiga ham bu yerlarni ishemiyaga uchrash xavfi kam. Chunki agar masalan bittasi qisilib qoladigan bo'lsa yoki bittasidan qon kelish to'xtaydigan bo'lsa, ikkinchi tarafdan yana qon bilan ta'minlashda davom etadi va natijada ishemiyaga uchramaydi. Xo'p, keyingisi qorin bo'shlig'idagi kollaterallar. Bularga marginal arteriya, ya'ni Drummondning marginal arteriyasi va middle colic arteriya va left colic arteriyalardan shoxlari bilan anastomoz hosil qiladi. Bu mana shu joyga to'g'ri keladi. Mana shu joylar. Mana birdaniga SMA dan va inferior mesenteric arteriyadan birdaniga qon olyapti va shuni hisobiga ikki tomonlama kollateral qon bilan ta'minlanyapti. Xo'p, oxirgisi esa rektumda, ya'ni to'g'ri ichakda birdaniga ikkita qon ta'minotiga ega bo'lish haqida ko'rib chiqamiz. Bu birinchi o'rinda yuqorida ham aytib o'tdik. Superior rektal arteriyadan qon ta'minotini oladi. Bu o'sha inferior mesenteric arteriyadan va pastki qismda esa o'sha iliac arteriyadan va middle rektal arteriyalar, ya'ni bu mana pastda ko'rib turibsiz mana
xiralashtirib ko'rsatilgan. Mana shu joylardan qon bilan ta'minlanyapti va undan tashqari inferior mezenterik arteriyadan ham qon bilan ta'minlanyapti. Shu sababli ham agar bittasi okkluziya bo'lib qoladigan bo'lsa ham, ikkinchisi qon bilan ta'minlagani hisobiga srazu ishemiyaga uchrab ketmaydi. Xo'p, endi yana gaplashib o'tishimiz kerak bo'lgan mavzuyimiz bu sohalarda yuz beradigan patologiyalar haqida gaplashadigan bo'lsak, intestinal iskemiya, ya'ni ichaklar ishemiyasi hisoblanadi. Bular asosan o'sha mezenterik ishemiya va ishemik kolit va shu eng ko'p yuz beradiganlardan ikkisi hisoblanadi va bular o'sha ichaklarning ishemiyasi, ichaklar ishemiyasi odatda juda ham og'ir kechadi. Bu bemorning hayotiga xavf tug'diradigan holat hisoblanadi. Lekin ko'pincha bular juda ham to'satdan sodir bo'ladi. Endi mezenterik ishemiya haqida gaplashib o'tadigan bo'lsak, buni sabablari birinchi o'rinda emboliya hisobiga, ya'ni qon tomirida hosil bo'lgan tromblarning to'planishi yoki boshqa bir to'planma, ya'ni qattiq jism kelib tiqilib qolishi hisobiga. Endi qattiq jismda o'sha hosil bo'lgan katta trombni nazarda tutdim. Shu narsani kelib qolishi hisobiga o'sha joyda qon aylanishi buziladi. Ko'pincha yurakdan kelib chiqqan o'sha tromblar kelib qisilib qoladi. Chap qorinchadan hosil bo'lgan tromb va chap bo'lmachadan hosil bo'lgani va ayniqsa arterial fibrillatsiyalarda tromb hosil bo'lishi xavfi yanada oshadi bemorlarda. Ko'pincha jejunumni zararlaydi, ya'ni ingichka ichakni bir qismini zararlaydi va asosan superior mezenterik arteriya orqali zararlanadi. Xo'p, arterial trombozlar orqali yuzaga keladi. Xo'p, yana bitta sabablaridan biri mezenterik ishemiyani venos tromboz hisobiga, ya'ni venalarda hosil bo'lgan tromblarda mezenteriyadan qon chiqishiga to'sqinlik qiladi, ya'ni o'sha venaga kelib qisilib qolgandan keyin o'sha yerda qon yurak tomonga qaytib ketishi qiyinlashadi va shuni hisobiga u yerda dimlanish yuzaga keladi va ko'pincha giperkoagulyatsion holatlarda, ya'ni qon ivishini kuchayib ketishi natijasida yuz beradi yoki o'sma holatlarida asosan zararli, ya'ni xavfli o'smalarda fonida yuz beradi. Non okklyuziv ishemiya esa bu yerda okklyuziyalar yuz bermagan bo'ladi. Asosan shu gipotenziv shok holatlarida yoki past perfuziya sharoitida rivojlanadi. Odatda kolonni watershed hududlarida yuzaga keladi. Bu watershed hududlari haqida hozir birgalikda gaplashib o'tamiz. Buni simptomlari to'satdan birdaniga boshlanadi, qorin og'rig'i va bu yerda spazm hosil bo'ladi, spazmatik og'riqlar yuzaga keladi. Buni sabablari endi mezenterik ishemiyada biz tekshirganimizda og'riq ko'rikdagi belgilar darajasida ancha kuchli, juda ham kuchli og'riq bo'ladi va hattoki odatda yengil palpatsiya qilganimizda ham bemorda sezuvchanlik yuzaga keladi. Undan tashqari bemor axlatida qon bilan kelishini ham kuzatishimiz mumkin. Laboratoriya tekshiruvlarida esa leykositoz, leykositlarning oshib ketishi, laktat va atsidoz, ya'ni laktat kislotani oshib ketishi, shu kabi holatlarni ko'rishimiz mumkin. Bu albatta to'qimada gipoksiya holati yuz berayotganini bizga anglatadi. Endi watershed areas, ya'ni watershed hududlari haqida gaplashib o'tadigan bo'lsak, bular asosan o'sha yo'g'on ichakda yirik qon tomirlar joylashgan joylarda qon bilan ta'minlanishi nimagadir yaxshi ta'minlanmagan. Shuni hisobiga u yerda ishemiya xavfi juda ham sezgir hisoblanadi. Ozgina qanaqadir bir triggerlar natijasida birpasda u yerda ishemiya yuzaga kelishi mumkin. Ko'pincha reanimatsion bemorlarda kuzatiladi, chunki ularda umumiy perfuziya ham buzilgan bo'ladi. Xo'p, bundan tashqari mana splenic fissure, ya'ni kichik arteriya shoxlari bilan ta'minlanadi, Drummond marginal arteriyasi va bu soha juda kichik. Mana buni hozir rasmda ko'rsatib o'taman. Bu mana boyagi chizgan mana shu yumaloq zonada ko'pincha yuzaga keladi. Xo'p, rectosigmoid junction bu yerda o'sha inferior mezenterik arteriyani tor shoxlari bilan ta'minlanadi va shu sababli rectosigmoid soha ishemiyaga moyil hisoblanadi. Ya'ni shu yerlarda ishemiya yuzaga kelish xavfi juda ham yuqori. Xo'p, endi xronik mezenterik ishemiya, hozir biz yuqorida o'tkir yuzaga keladigan mezenterik ishemiyalar haqida ham gaplashib o'tdik. Endi bu xronik, ya'ni surunkali holat haqida gaplashamiz. Bu undan tashqari intestinal angina deb ham ataladi. Bu o'zbek tiliga tarjima qilganda taxminan shu
infarkti degan so'zga to'g'ri kelsa kerak, adashmasam. Ya'ni u o'sha yerda ishemiya uzoq vaqt natijasida ishemiya hosil bo'ldi, u yerda hujayralar o'ldi, nekroz bo'ldi. Shuni hisobiga shu intestinal angina hosil bo'ldi. Odatda boshqa qon tomir kasalliklari, ya'ni vaskulyar kasalliklari bo'lgan bemorlarda uchraydi. Asosan yoshi katta keksalarda uchraydi. Xavf omillari o'sha peripheral arterial disease kasalliklarida, chekishda, qandli diabetda va shu kabi holatlarda xavf omillari juda ham yuqori hisoblanadi. Buni simptomlar ovqatlangandan keyin qaytalanuvchi og'riq kuzatiladi va shu ovqatlangandan keyin og'riq kuchaygani hisobiga bemorda ovqatlanishdan qo'rqish yuzaga keladi va buni natijasida bemorda o'sha yana vazn yo'qotishiga sabab bo'ladi. Ya'ni bemor kam ovqat yeyishiga sabab bo'ladi va natijada vazn yo'qotishiga sabab bo'ladi. Og'riqlar qaytalanuvchi bo'ladi va to'satdan kuchayib ketishi mumkin va albatta bu o'tkir trombozlardan dalolat berishi mumkin. Xo'p, bugungi mavzuyimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.